Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aziz o'quvchi. Bugun sizlar bilan Xudo xohlasa oksidlanish darajasi mavzusini o'tamiz qo'ldan kelganicha inshaalloh. Oksidlanish darajasi yaxshilar kimyoviy bog' hosil bo'lar ekan, ikki atom o'rtasida umumiy elektron juft hosil bo'ladi. Ana shu elektron juftni ikkita atom tortishadi. Aynan elektromanfiyligi yuqori bo'lgan atom o'ziga elektron juftni ko'proq, yaxshiroq tortganligi uchun ana shu elektron qabul qilgan atom manfiy oksidlan darajani namoyon qiladi. Ana endi elektron bergan atom esa musbat oksidlan darajani namoyon qiladi. Musbat yoki manfiy deganda siz yaxshi tushunib turibsiz. Albatta, musbat bu plus, manfiy esa minus oksidlan darajasi edi. Xuddi shunday biz sizlar bilan kimyoviy birikmada oksidlanish darajasi, har bir elementni oksidlanish darajasini topishda sizga umumiy tushuncha berishga harakat qilaman. E'tiborli bo'lasiz va albatta bu ma'lumotlarni yozib, o'zingiz uchun saqlab qo'yadigan bo'lsangiz, albatta kelajakda testda albatta sizga qulay yordam beradi degan umiddamiz. Demak, oksidlanish darajasi. Ta'rifini aytdik. Yana bir yozib eslatib o'taman. Element atomining xo'sh elektron olishi yoki berishi natijasida elektron olishi yoki berishi natijasida hosil bo'lgan shartli zaryad. Minus yoki albatta plus zaryad. Elementlarning elektron olishi yoki berishi natijasida hosil bo'lgan shartli zaryad demak oksidlanish darajasi ekan. Xo'p, demak oksidlanish darajasi ta'rifi quyidagicha: element atomining elektron olishi yoki berishi natijasida hosil bo'lgan shartli zaryad, ya'ni minus yoki plus. Oksidlanish darajasi qanday hosil bo'ladi? Oksidlanish darajasi kimyoviy birikma hosil bo'lar ekan, hamma yaxshi biladigan H2O suv. Davriy sistemada elementlarni elektromanfiyligi qanday tartibda berilishini, elektromanfiyligini qanday topishni yaxshi bilasiz. Ya'ni vodorod elektromanfiyligi 2/1, kislorodniki esa 3,5. Qaysi biri elektron katta, qaysi biri 3 ko'p? Albatta kislorodni. Agar buni grafik formulasini chizar ekanman, quyidagicha chiziladi. Ikkita sigma bog' orqali o'zaro bog' hosil qiladi. Elektromanfiyligi kichik bo'lgan atom elektron yuqori atom tomonga elektron beradi. Bu vodorod ham elektron beradi. Natijada mana bu kislorod har bir vodoroddan bittadan jami 2 elektron oldida, mana shu uchun -2 oksidlan darajani namoyon qiladi. Ana endi mana bu har bir vodorodlar esa bittadan vodorod elektron berdi-yu, +1. Endi ishorasi sifatida +1 yozilmaydi. Ha? Bir plus ishorasi yoziladi. Bu ham plus oksidlan darajani namoyon qiladi. Bu eng oddiy suvni oksidlanish darajasini topish. Qanday qilar ekanmiz? Albatta nisbiy elektromanfiyligiga e'tibor berar ekanmiz. Nisbiy elektromanfiyligi kichik bo'lgan atom elektron beryapti. Nisbiy elektromanfiyligi katta bo'lgan atom esa elektron qabul qilyapti. Har bir vodoroddan elektron qabul qilgan kislorod -2 va bir dona kislorod atomiga ikkita vodorod bir donadan elektron beryapti, +1 oksidlan darajasi namoyon qilyapti. Ana endi xo'p, yana bir misol ko'rinishida mana bu tushunchani mustahkamlaymiz. Qarang yaxshisi. Xo'p, chuqurlashamiz. H2SO6. Bilasiz, bu modda sulfat kislota. Sulfat kislotida e'tiborli bo'ling, 3 xil elementni tashkil etgan. Va kislorod valentligi 2. Markaziy oltin guruhni valentligini aniqlash uchun siz yaxshi bilasiz.
Kislorod valentligini soniga ko'paytiramiz. 2 kara 4 8 va vodorod sonini ayirish orqali markaziy element valentlik topiladi. Ya'ni 6. Bizga valentligi emas, oksidlanish darajasi kerak. Strukturani olamiz va elektromagnitliklarni yozib olsak yana ham yaxshi bo'ladi. Misol uchun deylik, vodorod elektromagnitlik 2,1. Oltin yurt kelsa 2,5. Kislorod kelsa 3,5. Mana strukturasi quyidagicha. Haqiqatda oltin yurtlarning 6 valentlik, kislorodlarning 2 valentlik, vodorotlarning esa 1 valentlik bo'ldi. Endi mana bu bog'da kim kuchli? Mana vodorod bilan kislorod orasidagi bog'da albatta kislorod kuchli. Kislorod kuchli bo'lgani uchun elektron qabul qilyapti vodorod atomidan. Va bu bog'da ham albatta kislorod kuchli, elektron qabul qiladi. Oltin yurt bilan kislorod bog'dachi, mana 2,5 3,5. Albatta bu yerda eng kuchligi kim? Har bir bog'da kim elektron oladi, qabul qiladi? Kislorod qabul qiladi. Ana shuning uchun har bir bog'da kislorodga elektron beramiz. Xo'p. Vodorod atomlari har bitta bog'dan bittadan elektron berdi. Plus 1 oksidajlanadi. Plus 1. Mana bu kislorod vodoroddan bitta oldi, kisloroddan bitta oldi. Minus 2 oksidajlanadi. Bu ham minus 2. Endi bu oltin yurtdan ham yana 2 elektron oldi. Bu ham 2 elektron oldi, minus 2 oksidajlanadi. Kuchli elektron element. Endi mana bu oltin yurt 4 ta kislorodga jami hisobda 6 ta elektron beryapti. 2 ta 4 ta bo'ldi, yana 2 ta beryapti 6 ta. Shuning uchun 6 elektron bergan uchun plus 6 oksidlan darajani namoyon qilyapti. Demak, kimyoviy birikmada oksidlanish darajasi grafik formulasini chizib quyidagicha topiladi. Lekin bu grafik formulasini chizmasdan bu oksidlan darajasini topishni soddalashtirsak bo'ladi. Ma'lum bir qoidalarga asoslanib. Aynan qaysi qoidalar edi? Xo'p, e'tiborli bo'ling. Birinchi qoida. Vodorod atomini oksidlan darajasini bila olamiz. Bilib olishimiz kerak. Vodorod atomi xo'p, bu vodorod yaxshi turibsiz. Vodorod nomini yozib beraman. Vodorod atomi oddiy modda holida albatta 0 oksidlan darajasida mavjud. Oddiy moddalar va bundan tashqari istalgan oddiy modda 0 oksidlan darajasida bo'ladi. Vodorod ham albatta 0 oksidlan darajasida bo'ladi. Xo'p, metallar bilan hosil qilgan birikmalarida vodorod atomi metallar bilan hosil qilgan birikmada minus 1 oksidlan darajasida namoyon qiladi. Kremniy vodorod 4. Nomini bilasiz, silan. Bu gidrid. Bu silan. Va bu yerda ham vodorod oksidlan darajasi minus 1. Kremniy esa musbat. Plus oksidlan darajasida. Sababi kremniyda elektromagnitlik davriy jadvalga qaraydigan bo'lsangiz, adashmasam 1,8. Vodorodga kelsa 2,1. Elektron katta bo'lgan vodorodni elektron qabul qilgani uchun elektron qabul qilgan atom minus oksidlan darajasida namoyon qiladi. Elektron bergan atom plus oksidlan darajasida namoyon qiladi. Xo'p, silanda minus bor gidridi bor. Boran deb qo'yadi. Adabiyotlarda ba'zida boran deb keladi. Bunda ham oksidlan darajasi minus 1. Sababi vodorod bor bilan vodorod bog'da ham borni elektromagnitlik katta. Quyidagi holatlardan qolgan barcha hollarda vodorod atomi qolgan barcha hollarda vodorod atomi plus 1 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Misol, suv. Hozir aytdik plus 1. Buni elektromagnitligiga qaramasdan turib vodorod oksidlan darajasi plus 1 deyishingiz mumkin bo'ladi. Istalgan kisada H2SO4. Hozir yozdik isboti bilan
Bu yerda strukturasini ham grafik formulasini ham chizmaysizda, sizda alohida ajratilgan mana bu holatlardan tashqarimi bu? Silan, basmi bu? Boran, basmi bu? Demak, uni o'ksan darajasini nima olaverasiz? Cho'chimasdan 1 o'ksan darajasini olib berasiz. Istalgan ishg'ollar natriy gidroksid. Qarang, elektromagnitligiga qaramayman, +1 deb ko'raman. Yoki tuzlar nordon tuz bo'lsin, natriyda gidro sulfati bo'lsin. Bu yerda ham har xil birikma turibdi, har xil elementlarni tashkil topgan. Va buni grafik formulasini siz yozishingiz shart emas. Albatta bu yerda ham +1 o'ksan darajasini olib beradi. Birini yozib ko'ray endi. Hop, bu birinchi qoida edi. Birinchi qoida deb asosan ketamiz. Hop, ikkinchi qoida. İkinci qoida kislorodniki. Kislorod elementi. Asosan -2 o'ksan darajada nom yo'qoladi, lekin undan tashqari elementda quyidagicha o'ksan darajalari bor. Bu ham oddiy modda holida xuddi vodorod kabi 0 o'ksan darajada nom yo'qoladi. Va undan tashqari vodorod peroksidi bor. Kislorod bog'i bor bu yerda. Quyidagicha. Qayerdan kelib chiqyapti desa, mana faqat bittadan elektron qabul qilgani uchun -1 o'ksan darajada oladi. -1 kim? Kislorod. Vodorod esa +1. Xo'p, bundan tashqari ftor oksidi bor. O2. Ko'rinishda bo'lishi mumkin yoki ftor 2O. 2O ham bir xil ftor oksidini ifodalaydi. Bu yerda kislorod oksid darajasi +2 bo'ladi. Sababi ftorning elektromagnitligiga kisloroddan yuqori. Ana shu bitta bog'dan ftor kisloroddan elektron qabul qiladi. Xo'sh. Quyidagi holatlarda asosan 0, -1 va vodorodga bizga chalg'itmasin. Aynan biz kislorodga urg'u berganimiz uchun kislorod oksid darajalari oddiy modda holida 0, peroksidda -1, ftor oksidida esa +2 o'ksan darajada bo'ladi. Qolgan deyarli barcha holatlarda esa barcha birikmalarda -2 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Mana misol uchun istalgan hozirgidagi H2O. Grafik formulasini qarashda -2 deb ko'rasiz, chunki quyidagi berilgan ajratilgan birikmalar ichida suv yo'q. Yoki dedik alyuminiy sulfati. Kislorod oksid darajasi necha desa -2 deymiz. Yoki ishqor. Misol uchun alyuminiy gidroksidi. Ishqor emas, albatta bu amfoter gidroksid sirasiga kiradi. Kislorod grafik formulasini chizmaysiz. Bunga o'xshab turib, elektronga qaysi biri yuqoriga ketib o'tirmaysizda, mana bu birikmalarning ichida yo'qmi? Demak, bu uchun albatta bu kislorod necha o'ksan darajada bo'lishi kerak? Demak, -2 o'ksan darajada bo'ladi. Va hokazo istalgan birikmani uchrating, o'ksan darajasini so'rasangiz, siz uni nima deb ko'rasiz? -2 o'ksan darajasida deyorasiz. Hop. Demek, üçüncü holat. Şimdi ta'kidlaymiz endi oddiy modda. Oddiy moddalarda element atomlari 0 so'zdan yozmayman, 0 oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Ya'ni istalgan birikma vodorod 0, kislorod 0, ftor 0, xlor 0, metallar ham kerak bo'lsa, natriy 0 o'ksan darajasi, alyuminiy 0 o'ksan darajasi. Oltin va hokazo oddiy modda
kelyaptimi? Xullas. Demak, 0 o'ksin darajani bo'ladi. Bu qoida. Buni bilib olishingiz kerak. 4-qoida. Xo'p. Metal atomlar kimyoviy birikmada valentligiga mos ravishda doimo musbat oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Musbat oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Istalgan birikma. Oddiy modda holida yashadi. Endi bu kimyoviy birikmaga ketmaysiz. Kimyoviy birikma istalgan natriy gidroksid. Albatta bilasiz, natriy valentligi o'zgarmas. Bir valentligi oksidlanish darajasi ham +1 bo'laverar ekan. Misol uchun istalgan xromni 6 oksid desa, endi qanday bo'ladi buni grafik formulasini chizib, yana elektromagnitligiga qaraymizmi? Yo'q. Xrom bu yerda 6 valentligimi? Ha, 6 valentlik. Oksidlanish darajasi necha? +6. Valentligiga mos musbat oksidlanish darajasi. Yana deylik, xromda 3 sulfati. Bu o'rta tuz-ku, oksidlanish darajasini topamiz. Metal atomlari kimyoviy birikmalarda valentligiga mos ravishda musbat oksidlanish darajasini namoyon qiladi. Xrom +3 nimaga? Valentligi 3. Ana shuning uchun oksidlanish darajasi ham +3. Istalgan kimyoviy birikmaki metal borki, metal atomlari minus oksidlanish darajasini namoyon qilmayapti. Doim musbat plus oksidlanish darajasini namoyon qilyapti. Xo'p. Keyingi holat 5-si. Kimyoviy birikmalarda atomning musbat ya'ni plus va manfiy ya'ni minus oksidlanish darajalari yig'indisi nolga teng. Nolga teng. Har doim nolga teng bo'lishi teng va shart. Shunaqa bo'lmasa bo'lmaydi. Agar nolga teng chiqmayapti oksidlar yig'indisi, siz demak kimyoviy birikmani noto'g'ri yozib oldingiz. Albatta bitta atom elektron berar ekan, ikkinchi atom qabul qiladi. Bu yerda mutanosiblik bor. Va agar musbat va manfiy oksidlarga yig'indisi nolga teng bo'lishi uchun zaryadlar, qiymatlar soni teng bo'lishi kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Mana eng osonidan boshlaymiz. H2 olamiz. Aytdik, vodorod oksidlanish darajasi +1 dedik, natriy kislorodga esa -2 dedik. Xo'p, yaxshi. Mayda +1 da ikkitasi +2. -2dan bitta turibdi o'zi. -2. Bularni qo'shadigan bo'lsangiz, har xil ishoralilar qo'shilsa, matematik qoida bu. Albatta bular ayrilib nolga teng bo'ladi. Qarang, qiymatlar teng. Zaryadlari jihatdan farq qilyapti va agar ular qo'shilsa, albatta javob 0 chiqadi. Natriy gidroksid. Bu ishqor kalsiy soda deydi, buni boshqacha nomi yoki natriy ishqor yoki o'yinchi natriy ham deb qo'yish mumkin. Natriyda oksidlanish darajasi +1ligini metallarning valentligiga mos holda musbat bo'ladi degan qoidamiz orqali bilib olasiz. Vodorod atomi esa +1 bo'ladi birikmalarda asosan. Aksarda esa -2 bo'ladi. -2. Hop. Kimga? Kislorodniki. +1 ga +1 +2 qo'shilsa javob
falsata. Kaç? 2 hesap to'g'ri. Kislorodning oksigen darajasi -2 bo'ladi. Vodorodning esa +1. Bilasiz buni qoida bo'yicha. Birinchi qoida, ikkinchi qoida. -2 to'rttasi -8. +1 ikkitasi +2. Agar yig'indi 0 bo'lishi uchun plyuslar yig'indisi ham 8 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni +8 bo'lishi uchun necha etmayapti? +6 etmayapti. Shunda yig'indi +8 bilan +8 ga -8 javob teng 0 bo'ladi. Demak, kimyoviy birikmada buni strukturasi sizdan turib ham markaziy oltin yurtni oksigen darajasini topishingiz mumkin ekan. +6 ekan yaxshida. Markaziy oltin yurt oksigen darajasi. Misol uchun H4 P2O7. Sizdan fosforda oksigen darajasi so'rayapti. Kislorodniki -2 oksigen darajasi. -2 yettasi, yettasi -14. Vodorod oksigen darajasi +1. +1 to'rttasi +4. Yig'indi 0 ga teng bo'lishi uchun bizga +14 kerak. Necha yetmayapti? +10 yetmayapti. +10 ga +4 +14, -14 bilan yig'indi 0 bo'ladi. Va +10 bu ikkita fosforniki. Demak, +10 da 2 bo'lsa, fosfor oksigen darajasi necha? +5. Istalgan birikmani ayting, yig'indi 0 ga teng bo'lishi kerak. 0 ga teng bo'lishi uchun qiymatlar teng bo'lishi kerak. Yaxshi. Xo'p. Dedik 7 dedik. Ya'ni 7 orqali men nima demoqchiman? Buni dixromat demoqchiman. Dixromat esa -2, -2 nechtasi? -14. Xo'p, vodorod +1 edi. +1 ikkitasi +2. Necha etmayapti? +12 etmayapti, +14 bo'lishi uchun. +12 2 bo'lsak +6 bo'ladi. Demak, 5-holat shundayki, kimyoviy birikmadagi atomlarning musbat va manfiy oksigenlari yig'indisi har doim, har vaqt 0 ga teng bo'lishi kerak yig'indisi. Sizlar bilan ana shu qoidalarga ham bo'ysunmaydigan, albatta kimyoviy grafik, struktura formulasini yozish orqali topiladigan oksigen darajalarida istisno holatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, istisno holatlar. Istisno holatlar. Yaxshi. Birinchi holat. Yoshlar diqqatli bo'lasiz, e'tiborli bo'lasiz. Oksidlar orasidan birovlar oksidlar orasidan oksid, asos, kislota, tuz. Oksidlardan boshlaymiz. Oksidlar orasida istisnoiy nom bo'lishi mumkin. Misol uchun siz yaxshi bilgan azot 5 oksid. Nomi ham qiziq. Azot 5 oksid. Siz bilasiz, bu yerda azotni valentligi 5 deb o'ylaysiz. Aslida azotning valentligi 5 emas. Necha bo'ladi? 4. Oksidatsiya darajasi +5 bo'ladi. Qayerdan bilyapsiz? Qayerdan? Shunaqa, nega shunaqa bo'lyapti degan savol. Lekin nomida nima bo'lyapti? Azot 5 oksidi bo'lyapti. Lekin aslida azot valentligi 5 emas ekan, necha ekan? 4 ekan. Sababi mana bu azot 5 oksidi tarkibida donor akseptor bog' bor. Ya'ni azot atomlari o'zaro kislorod orqali bog'lanadi. Ikkita kislorod oddiy sigma va pi bog' orqali azotning bir juft elektroni kislorodning bo'sh orbitali bilan donor akseptor bog' hosil qiladi. Dedik, quyidagicha. Mana bu yerda kislorodda bo'sh orbital bor dedik. Donor akseptor bog' hosil qiladi. Buni donor akseptor bog' bilan o'tganmiz. Va diqqatli bo'ling. Xo'p, azot atomi donor akseptor bog' bilan birgalikda 4 valentik bo'lib qoladi shunda. Mana bu 1 2 3 4. 1 2 3 4. Endi e'tiborli bo'ling. Qarang. Demak, agar u azot mana bu kislorodga 2 elektron bersa, mana bu kislorodga yana bitta elektron, jami 3 elektron berdi. Mana bu elektronlarni ham mana bu kislorodga nima qilyapti? Berib olyapti. Sababi nimaga beryapti? Nisbiy elektromagnitlik kichkina. Azot elektromagnitligi 3 bo'lsa, kislorodga esa 3,5. Ana shuning uchun elektron berib olyapti. Demak, oksidlanish darajasi
azotniki +5, sababi 5 ta berdi mana. 3 ta, ikkitasi qo'shib bog'liq, bittasi oddiy bog' bilan 3 ta berdi. Mana bu juft elektronlarga nima qilyapti? Kislorod beryapti. Nimaga valentligi 4? Sababi mana saning 1, 2, 3, 4. Mana shuning uchun 4 valentlikda namoyon qilyapti azot atomi. Bunisi ham xuddi shunday. Oksigen darajasi +5, valentligi esa 4. Yaxshi, bu oksidlarda bitta istisnoli bor va undan tashqari yana bor ekan. Ikkinchi misol. Is gazi. Ya'ni buni biz aytamiz, nima deymiz? Uglerod deymiz. Ikki oksid deymiz. Nomlaymiz. Yoki is gazi deymiz. Hamma yaxshilar bu formani. Lekin bu yerda uglerod 2 valentlikmi? Yo'q, 3 valentlik. Kislorodchi 3 valentlik. Qaysi binar birikmada kislorod valentligi 3, qaysi sinf vakillarida kislorodning 3 valentligi bor desa, demak qo'rqmasdan oksidlarda is gazida uglerod valentligi 3 bo'lsa 3 bo'lar ekan deyishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda istisnoni isboti bormi? Tushunyapsizmi? Is gazining ham albatta isboti bilan. Diqqatli bo'ling. Is gazi ikkita oddiy bog' bilan bog'landi. Ikkita toq elektronini kislorodda ikkita toq elektroni bilan sigma va pi bog' hosil bo'lish uchun sarfladi. Va is gazida 2p2dagi p orbitalidagi 3-orbitali bo'sh. Kislorodda esa st, ya'ni juft elektron. P'da bitta st bor. S'da ham st bor, lekin aynan p'dagi st bilan bitta donor akseptor bog' hosiladi. Nima? Donor akseptor bog'. Albatta kislorod donor bo'ladi. Uglerod atomi esa akseptor bo'ladi. Akseptor bo'ladi. Ana endi mana bu elektron jufti uglerodga berib yubordimi? Yo'q, bergani yo'q. Sababi uglerodning elektron orbitaligi 2,5, kislorodniki 3,5. Agar elektron orbitaligi kislorodning kichkina bo'lganda, xuddi mana azotga o'xshab turib, azot mana donor akseptor bog'da mana juft elektronini berdi-ku kislorodga. Xuddi shunday berib yuborgan bo'lardi agar azotniki kichkina bo'lgani uchun beryapti. Lekin bu yerda juft elektronda qatnashgan donor bo'lib turgan kislorod uglerodga elektron bermaydi. Bermaydi ham. Va elektron orbitaligi kichkina bo'lgani uchun uglerod atomi elektron berib yuboradi ikkita. Ikkita berib yuborgani uchun buni oksigen darajasi +2. Ya'ni bunda +2 oksigen daraja. Kislorod esa ikkita qabul qilgani uchun -2 oksigen daraja namoyon qiladi. Lekin valentliklari ikkovi ham 3. Chunki donor akseptor bog' bor. Yaxshi. Bu yerda binar birliklarni tugatamiz. Xo'p, 3-misol qilib sizga aytishimiz mumkin. H3O+. Gidroksioniy kation. Nima ekan nomi? Gidroksioniy kation. Gidroksioniy kation. Bu yerda vodorod valentligi 1, xo'p, yaxshi. Lekin kislorod valentligi 3. Oksigen darajasi oksidlanish darajasi -2 qolaveradi. Nimaga valentligi 3 bo'lyapti? Sababi kislorodlardan quyidagicha bog' hosil qilar ekan va kislorodda juft elektroni bor. Juft elektronni orbitalgacha qo'yib qo'yadi. Ana shu bitta juft elektronni vodorod atomi, mana yerda plus ishora vodorodga nisbatan aytiladigan bo'lsa, bir dona elektron vodoroddan chiqib ketgan. Natijada vodorodda bo'sh orbital paydo bo'ldi. Mana shu bo'sh orbitaldan bitta donor akseptor bog' hosil qiladi. Bu yerda donor albatta kislorod, vodorod esa akseptor. Mana bu donor akseptor bog' ham valentlik sifatida foydalanadi. 1, 2, 3 kislorod atomi nechalik bo'ldi? 3 valentlik bo'ldi kislorod atomi. Oksigen darajasi nimaga -2 qolyapti? Chunki vodorod elektron berishi uchun unda elektron yo'q. Lekin mana bu ikkita atomda bittadan elektron kislorodga berishi natijasida jami ikkita elektron olyapti. Shuning uchun oksigen darajasi -2 bo'lyapti. Vodorodlarga albatta +1 dan. Demak, gidroksioniy kation quyidagicha. Yana bir birlikma sifatida men ammoniy kationni olishim mumkin bo'ladi. Ammoniy kation quyidagicha.
oksidlanish darajasi -3. Nega unday? Bunda ham azotda ham ikkita oddiy bog' orqali, uchta oddiy bog' orqali vodorod tushadi. Bog' hosil qiladi. Va bunda azotda ham bir juft STsi bor. Ya'ni kimyoviy bog' hosil qilishda qatnashmagan elektron jufti bor. Taqsimlanmagan elektron jufti bor. Ana shundan vodorodda bitta bo'sh orbital o'rtasida mana donor elektron bog' hosil bo'lar ekan. Vodorod elektron bermayapti. Azotdan bergani yo'q-da. Chunki elektronligi azotniki katta. Mana bu bog'lardan azot bittadan elektron qabul qilyapti kislorodlardan. Va umumiy hisobda 3 ta elektron qabul qilgani uchun -3 darajasi. Azotniki va donor aksida bog' bilan jami 4 ta bog' hosil qilgani uchun 4 birdikda namoyon qilyapti. Ammoniy kationda. Xo'p. Asoslar orasida bunaqa mujmal o'rin yo'q. Kislotalarda ko'proq e'tiborli bo'lib turishingiz kerak bo'ladi. Xo'p. Yana ikkinchi sinf sifatida dedik. Kislotalarga to'xtalgan bo'lsak, ya'ni biz istisnolarni ko'rib chiqamiz. Kislota, bilasiz, kislorodsiz bo'lishi mumkin. Kislorodli bo'lishi mumkin bo'ladi. Quyidagi ko'rinishda. Kislorodsiz kislotlarni ham grafik formasiga qarab topmasak bo'lmaydi. Mana bu vodorod ftarid, vodorod xlorid, vodorod bronid, vodorod yodidlarga tushunarli. Sababi bu yerda vodorodlar hammasi +1 da yaxshi. Vodorodlar hammasi necha? +1. O'z-o'zidan sheriklari -1 bo'lishi tabiiy hol. Chunki musbat va manfiy oksidlarga yig'ilib doim necha bo'lishi kerak? 0 ga teng bo'lishi kerak. -1 bron, yo'dan -1. Endi vodorod sulfitdan qo'shgan joyga +1dan ikkitasi +2 o'z-o'zidan nega endi -2 bo'ladi. Musbat va manfiy oksidlarga yig'ilib teng. Endi HSN nomi sianid kislota. Sizga tanish. Sianid kislota. Buni albatta strukturasini chizib olamiz. Uglerod quyidagicha. Vodorod elektromagnitigi 2/1, buniki 2,5, buniki 3. Kimyo elektromagnitigi eng katta, azotniki, ugleroddan katta. Demak, mana bu bog'da jami hisobda 3 ta elektronni qabul qilyapti. Ugleroddan. Ana shuning uchun buni boshqa bog'i yo'q, -3 deymiz. Demak, bu yerda azotniki -3. Uglerod endi. Uglerod mana bu vodorod bog'idan bitta elektronni o'ziga qabul qilyapti. O'ziga bitta elektron qabul qilyapti-yu, -1 bo'lyapti. 3 ta beryapti-yu, +3 bo'lyapti. Yig'indi uglerod atomini +2 chiqib qo'yadi. Bilasizmi? Bitta qabul qildi -1, 3 ta berdi +3. Vodorod esa bitta berib oldi +1. +1 ga +2, +3, -3 bilan yig'indi 0. Quyidagi modda. Rodamin. Rodamin esa quyidagicha bog'. 2/1, 2,5, 2,5, 3 elektromagnitlar quyidagicha. Xo'p, 2/1 bilan 2,5 bog'da kim kuchli? Oltin yurt, albatta oltin yurt qabul qildi. Xo'p. Lekin mana bu bog'da 2 ham 2,5 teng elektromagnitligiga bo'lgani uchun bu yerda elektron oldi berdi yo'q. Qaysi birida oldi, qaysi birida berdi demak. Sababi 2 ham elektromagnitligiga teng. Lekin mana bu bog'da nechta qabul qiladi bu? 3 ta. Bu bitta berdi, +1 bo'ldi. Bu bitta qabul qildi, -1 bo'ldi. 0 degani 3 ta berdi, +3 bo'ldi. 3 ta oldi, -3 degani. Yig'indi 0. Demak, vodorodlar +1, oltin yurti -1, uglerod +3, azot esa -3 oksidlanish darajasida namoyon qilar ekan. Endi qarang. Bu kislota. Kislotada davom etamiz.
muhim ikkisida ham H3P O2 nomi gipopasiya. Xo'p, buni ham shu ko'rinishga qarab topasak bo'ladi, lekin valentligini topolmaysiz. Kecha yaqinda o'rgatdik. Misol uchun -2. Xo'p, -2 bo'lyapti. -2 bo'ladi. -2 ning ikkitasi -4 bo'ladi, to'g'ri. Vodorod +1. +1 ikkitasi, +1 uchtasi +3 bo'ladi. Xo'p, endi mana bu yerda fosfor oksan darajasi necha bo'ladi? +3 -4. +4 bo'lish uchun +1 yetmayapti. Mana bu yerda fosfor necha ekan? +1 ekan. Qanday qilib deyishingiz mumkin. Sababi kecha o'rgatdik valentlik mavzusida yaqinda. Xo'p, vodorod atomining bir donasi fosforga kislorod orqali bog'lanadi. Qolgan ikkita vodorod esa kislorodsiz bog'lanadi. Va valentligi 5 bo'ladi. Valentligi 5 kimniki? Fosforniki. Lekin oksidlanish darajasi esa +1. Sababi mana bu bog'da kislorod oladi. Mana bu bog'da ham kislorod oladi. Bu ham oldi, bu ham oldi. Demak, kislorod -2 tushunarli. Mana bu kisloroddan -2 tushunarli. Lekin fosfor nechta berdi? 3 ta berdi. 3 ta berdi-yu +3 oksan darajada namoyon qildi. Va mana bu yerda nechta qabul qolyapti yana o'ziga? 2 ta. 2 ta vodoroddan qabul qilsa -2, 3 ta kislorodga elektron bersa +3 yig'indi +1 bo'ladi. Bilasizmi matematika jihatdan? Ana shu uchun fosforda oksan darajasi necha bo'lyapti? +1 oksan darajada bo'ladi. Gipopasiya kislida shunday bo'ladi. H3PO3 pastliksada. Pastliksada diqqat qiling. Xo'p, -2, -2 uchtasi -6. Vodoroddan +1, +1 uchtasi +3, necha bo'lyapti? +3 yetmayapti. Demak, fosfor necha ekan? +3 ekan. Ikkita vodorod kislorodga bog'langan fosfor atomiga. Bitta vodorod esa kislorodsiz bog'langan fosfor atomiga. Mana 1, 2, 3, 4. 4 ta berdi. 4 ta berodi, +4 bo'ldi. Bitta qabul qildi. Mana bu bog'dan -1 bo'ldi. Ayrima necha bo'lyapti? +3. O'z yig'inda albatta. Bu yerda yig'inni yozishim kerak. +4 ga qo'shishim kerak bo'ladi buni. Baribir +3 chiqadi. Chunki xat ishoralar qo'shilganda kattasidan kichigiga ayriladigan qoidamiz bor matematika jihatdan. Valentligi esa 5. Sanab ko'ring, 1, 2, 3, 4, 5. Kislorodlar -2, vodorodlar esa +1. Xo'p, buni tashqari. H2 oltin yurt 2O3 nomi tiosulfat. Sizga notanish modda emasmi? Bilmasiz, bilib oling. Xo'p, vodorodlar kislorod orqali bog'langan. Oltin yurt qo'sh bog'li kislorod, 3 ta kislorod ketdi, bitta oltin yurt qoldi. Mana bu bog'larda kislorod kuchli. Shuning uchun oltin yurt 4 ta elektron beradi. Ana shuning uchun +4 oksanlarga namoyon qiladi. Mana bu bog'da hech qaysi ikkovi ham bir xil element bo'lgani uchun elektron oldi berdi yo'q, 0. Oltin yurt 0, bu +4. Demak, oltin yurt ham +4 bo'lishi mumkin ekan. Birikmada. Bu birikmada. Aynan tez o'tadi. Ham 0 oksanlarga namoyon qilish mumkin. Lekin valentligi 6 va 2 valentligi namoyon qiladi. Kim? Oltin yugurt. Endi vodorod va kislorod sizga tushunarli. H2 oltin yugurt 2O8 tarkibi birga bor. Nomi persifat. Shu yerda ko'pchilik oksan darajalari yig'indisini toping desa adashib qoladi. Sababi quyidagicha. Har biri oltin alohida to'shaydi. Mana bu yerda kislorod bog'i bor ekan. Agar har bir kislorodni -2 qilsangiz, -2 dan 8tasi -16 bo'ladi kislorodlar hammasi. Lekin mana bu kislorod bilan
kislorod orasidagi bog'da oldi berdi bo'lmagani uchun faqat bittadan elektron qabul qilgani uchun oltin yuklardan. Ana shuning uchun bu nuqson darajasi necha bo'ladi? -1dan bo'ladi. To'g'ri, qolgan kislorod atomlari hammasi -2dan. Lekin aynan mana bu kislorod bog'i bor oralig'ida -1 nuqson darajada bo'lgani uchun 6 ta kislorod atomi -2, 2 ta kislorod atomi esa -1. Hisoblab ko'ramiz. 6 kere -2 -12. 2 ni -1 ga ko'taradigan bo'lsak -2 yig'indi -14 bo'ladi. Lekin agar umumiy holatda kislorod hammasida kislorod -2 degan bo'lsak -16 ketardi. Xato bo'lib qoladi. Kislorodlarning har biri +6 dan, valentigi ham 6. 6 nurda muammo yo'q ekan. Kislorodlarda kislorod bog'i bo'lgani uchun oksidlanish darajasida o'zgarish bor. Valentiklari bir xil. Valentiklari birortasida o'zgargani yo'q. Demak, perspektivasida quyidagicha edi. Endi qarang, tuzlar. Yaxshilar. Tuzlar mavzusi. Tuzlarda ham eng muhimi xo'p, misollar yozib o'tamiz. Tuzlar misol uchun 3-oksid bo'ldi, kislota bo'ldi, bino birikmasida. Endi 3-si tuzlar. Misol uchun alyuminiy sulfati. Bular murakkabda ko'ramiz. Chunki qiyin emas aslida murakkab ham. Mana misol uchun kislorod darajasi -2. Misol -2 dan 4 tasi -8. -8 da 3 tasi -24. Kislorodlar umumiy hisobda -24 nuqson darajada bo'ladi. Alyuminiy nuqson darajasi +3 valentligiga mos. +3 ikkitasi +6 necha etmayapti? +24 bo'lishi +18 etmayapti. +18 kimniki? Oltin yurtniki. Oltin yurt necha turibdi? 3 ta. +18 3 ga bo'lsak, oltin nuqson darajasi +6. Xuddi shunday qilib ko'paytirib, ayirib yotganini biz bilamiz shu faslda. Osongina. -2 4tasi -8. Vodorod +1 ikkitasi +2. +6 etmayapti deb ishlasangiz, nuqson darajasi +6 bo'lyapti. Demak, kislotada markaziy atomning nuqson darajasi necha bo'lsa, kislotada markaziy atomning nuqson darajasi necha bo'lsa, kislota qoldig'ida ham xuddi shunday bo'ladi. Istalgan birikmani aytsangiz shunaqa bo'ladi. Xo'p, o'rta tuzlar yaxshi agar tushunarli bo'lsa. Kislota qoldig'i tarkibidagi markaziy atomning nuqson darajasini topolmayapsizmi? Uni kislotaga aylantirib olib turib, markaziy atomning nuqson darajasini oson qulay topsangiz bo'ladi. Kompleks tuzlarga to'xtalamiz. Hop, kaliy 3. Bilasiz, bu qizilqon tuzi. Qizilqon tuzi. Qizilqon tuzida bilasiz, metal valentligiga mos +1. Kaliy valentlik 1. Endi siyanik kislota qoldi. Siyanik kislota qoldig'ida biz ko'rib chiqdik, azotga -3 edi. Uglerod atomiga esa endi uglerodnikini 3 ta berdi. +3 bitta qabul qildi. +2 deb ko'rdik. Hop, ko'ramiz. -3 da 6 tasi -18. +1 da 3 tasi +3. Hop. +2 ni 6 tasi +12. +12 +3 +15. +18 bo'lishini yetmayapti. +3 etmayapti. +3 qayerdan keladi? Demak, bu temirga tegishli. Markaziy atom nuqson darajasi +3 ekan. Yo'q, quyidagicha topish mumkin. Yoki temirning markaziy atom nuqson darajasini ligand sonidan oldidan tashqi sferadagi element atom soni ayira olasiz. Ya'ni oldidan 3 ta ayirsak 3, ya'ni +3 ekan nuqson darajasi deb ko'rasiz. Nima qildik? Kislota qoldig'i soni kompleks tuzlarda ligand
qisada qoldi ligand hisoblanadi. Buni bu 6 esa ligand soni hisoblanadi. Ligand sonlar bu to'rtburchak katta qavs tashqarisidagi element atomi, ya'ni to'rtburchak qavs tashqarisidagi element turgan sohani tashqi sfera deymiz. Tashqi sferadagi element atom soni 3 dan ayirib oladigan bo'lsak, 6 dan 3 dan ayirsak, xulosa +3 oksidajdan oladi. Temirning valentligi esa bilasiz ligand soniga teng, ya'ni 6 valentli namoyon qiladi. Demak bu qizil qon tuzi edi. Sariq qon tuzida kaliy 4, temir, Sn 6. Faqat bitta kaliy sonida farq bo'lyapti. Buning nomi sariq qon tuzi. Kaliy oksidajasi +1, +1 da 4 tasi. +4 bu -3, +2, +3 da 6 tasi +18, +2 dan 6 tasi +12, uzr, minus hop 18 u -18. +2 dan 6 tasi +12. Necha etmayapti endi? +12 ga +4, +16, +18 bo'lishi uchun 2. +2 etmayapti. +2 kimniki? Temirniki. Va uni hozirgidek +2 deyapmiz. Ligand sonidan tashqi sferadagi element atom sonini ayiraman pastga boradi. 6 dan 4 aytsak +2. Musbat bo'ladi albatta. Valentligi esa 6 degan qo'yib turibsiz. Koordinatsion birikmalarda oksidlanish darajasi xuddi shunday topiladi. Oksidlanish darajasi mavzusi shu edi. Testda yoki mavzu yuzasidan savollar bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Hurmatli o'quvchilar, sizga o'tishim kerak bo'lgan, tushuntirishim kerak bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Oksidlanish darajasi mavzusini shu yerda yakunlaymiz. Keyingi darslargacha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.